hozirgi soxta hanafiylar, kazzob hanafiylar musiqa halol deyishyapti. Musiqa bo'laveradi deyapti. Va mana islom ahlining buzilishiga sababchi bo'lishyapti. Ayollarning buzilishiga sababchi bo'lyapti. Butun ummatning buzilishiga sababchi bo'lyapti. Eng yomoni shuki, bular biz olimmiz deb, hanafiymiz deb mana shunday fasod qilyapti turganligi. Ammo aslida biz yolg'onchimiz, kazzobmiz biz. Biz olim emasmiz, biz xoinmiz desa, unda farq qilmaydi, nima desa deyaversin. Olimmiz, hanafiymiz deb turib, ahli sunnada bo'lmagan va hanafiy mazhabida bo'lmagan fatvolarni berishligi nihoyatda katta xiyonatdir. Lekin musiqani kimiki halol desa, muboh desa, joiz desa kofir bo'ladi. Yoki musiqani kimiki ibodat desa, zikr desa, u kofir bo'ladi. Hozirgi zamonda shunday hanafiylar chiqqanki, shunday odamlar musiqani ibodat deyishyapti. Musiqa bilan o'zlaricha zikr qilishyapti. Ba'zilar Qur'on o'qishyapti musiqalar bilan. Bularda kofir bo'lishligida shak yo'q.